hozirgi vaqtda labioplastikani ayollar ham, qizlar ham qildirishyapti. Buni qizlar va ayollarga hech qanaqa zararli tomoni yo'qmi? Shu savol menga ko'p keladi va umuman keyin tug'ishda muammo bo'lmaydimi labioplastikadan keyin? Qarang, labioplastikani hozirgi kunda operativ, ya'ni jarrohlik usuli bor va lazer bilan. Lazer bilan o'zimni amaliyotimda aytaman, men ham qilaman, labioplastikani yaxshi bitadi. Chandiq umuman hosil bo'lmaydi. Ko'pchilik so'rashadi, sezgirlik yo'qolmaydimi, ya'ni jinsiy mayl pasayib qolmaydimi? Buni to'g'ri tushunish kerak. Asosan nerv tolalari klitordan, ya'ni o'zida o'sha maxsus qism bor, ya'ni klitor bu sezuvchanlikni eng oliy nuqtasi hisoblanadi. Undan nerv tolalar chiqadi. Va albattaki, agar yaxshi ginekologda mutaxassisda qildirsangiz, bu usulni, ya'ni kosmetologda emas va hokazo boshqa qanaqadir bir mutaxassislarda emas, ginekologda aynan qildirsangiz, ginekolog o'zi biladi. Qayerdan nerv tomirlar o'tadi, qayerdan qon tomirlar o'tadi va o'shalarga tegilmagan holatda labioplastika qilinsa, albatta hech qanday sezgirlik yo'qolmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, shu aytganimdek, lazer yoki jarrohlik yo'li bilan qilinishiga ham bog'liq. Jarrohlik yo'li bilan qilinganda labioplastikani ikki xil turi bor. Ya'ni faqat usti emas, pastki qismida uchburchak qilib olib tashlanib, keyin tikiladi. Ana o'shunaqa labioplastikalardan keyin chandiq qolishi mumkin. Lekin lazer bilan labioplastikalardan keyin odatda chandiq ham hattoki chop qo'yilmaydi. O'zi shunaqa ideal qilib bitadi. Shuning uchun labioplastikani qildirgandan keyin odatda tug'ruqda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni lablarni qalinligi faqat kesiladi. Uzunligi o'sha qoladi. Umumiy qilib hisobda aytganda sezgirlik buzilmaydi va tug'ruqda muammo bo'lmaydi.